Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Annyeonghaseyo haksen yorobun. Siz Hay Korean kanalidasiz. Unda boshladik. Koreys alifbosi Hangul deb ataladi. Unlilar va undoshlar jami 40 harfni tashkil qiladi. Ulardan 21 tasi unli va 19 tasi undosh harflardir. Bugun biz sizlar bilan unli harflarni o'rganamiz. Unlilar ikkiga bo'linadi. Oddiy unlilar va qo'shma unlilar. O'zbek tilida qo'shma unlilar yo'q. Bu mavzuni darslarimiz davomida o'rganib olasiz. Yana bir qoidani unutmasligimiz kerak. Koreys tilida harflar qoida asosida tepadan pastga, chapdan o'ngga tomon yoziladi. Bugun oddiy unlilarni o'rganamiz. Birinchi harfimiz A. Ikkinchisi O. Uchinchi harfimiz U. To'rtinchi harfimiz O. Beshinchi harfimiz I. Oltinchi harfimiz U. Yettinchi harfimiz E. Sakkizinchi harfimiz E. To'qqizinchi harfimiz V. O'ninchi harfimiz V harfi. Sizlar bilan 10 tagina unli harfni o'rgandik. Shulardan ham bir nechta so'zlarni tuzishimiz mumkin. Yeril, troso, misol uchun deb tarjima qilinadi. Ai, bola. Ui, bodring. Tepaga degan ma'nolarni anglatadi. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda yana ko'rishguncha. Annyeong!